kitob sotib, qancha pul topsa bo'ladi? O'qishim tugab, uyga qaytishim kerak. Yuklarim esa ko'p. Ularni bir qanchasini kamaytirish va qo'shimcha pul ishlab olish uchun kitoblarimni bir qismini sotishga qaror qildim. Nima kerak kitobga chaqirib aytyapmiz-ku, YouTube bor, elektron kitoblar. Qayerda sotishni o'ylab, oxiri uyimga yaqin bo'lgan joy, Buyuk Ipak yo'li metrosi yaqinidagi odamga hujum bo'lgan joyda sotishga qaror qildim. Ha, aynan shu yerda Xayrullo Asadov ham kitob sotadi. Xullas amallab kitoblarimni olib borib oldim. Bu yerdagi akalar menga sotish uchun joy tayyorlab ham berishdi. Boshida bir qancha vaqt hech kim kitoblarga qiziqmadi. Ha, bu yerga mushuklar ham kitob o'qish uchun kelib turishar ekan. Rost kech tushgandan keyin odamlar ko'paya boshladi va kitobga qiziquvchilar ham ko'paydi. Bir aka o'z ayoli uchun nomi qiyin, lekin o'zi yaxshi bo'lgan kitob Javdarzordagi xaloskorni olib ketdi. Yana bir boshqa aka esa men bilan savdolashib 8 ta kitobimni 200 ming so'mga olib ketdi. Va shuni tushunib yetdimki, mendan yaxshi savdogar chiqmas ekan. Boshqa bir rus ayoli Goethening Faustini olmoqchi bo'ldi. Lekin o'zbekcha bilmagani uchun telefoniga rasmga olib ortiga qaytdi. Shunday qilib kechgacha yana bir necha xaridorlar kelishdi. Ular orasida bir talaba kelib, Chernobil tavallosi kitobini sotib oldi. Xullas yuqorida aytganlarimdan tashqari yana Kichkina shahzoda, Kecha va kunduz, Martin Eden, Cho'qintirgan ota va shu kabi sevimli kitoblarimdan ayrildim. Bu holatdan keyin O'rxon Kamolning Kitob savdosi degan hikoyasini yana ham yaxshi tushundim. Agar o'qimagan bo'lsangiz, albatta o'qib ko'ring. U kitoblarni sotishga qaror qildi. Nihoyat kech ham tushdi. Kitoblarimni yig'ishtirib uyga qaytdim va hamma sotgan kitoblarimning puli 400 ming so'm bo'libdi. Obuna bo'ling, like bosing, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Endi sizlarga savol, nimaga aynan meni tanladinglar?